maktabda, bog'chada, birlashmada ishlaydigan xodimlarga o'sha ishlaydi. Sizlarda qo'yib olamiz. Agrobank maktablarni jamiyatida qo'yib bo'ladigan xodimlarga, o'sha xodimlarga arzon degan mikrokredit. Bu arzon mikrokredit nimaga? Boshqa banklardagi xususiy banklar bor, xizmatlar 50-5% kredit beradi. Tezda albatta to'lab qoladi. To'g'rimi? Misol, oylik to'lovlar kattadan chiqib ketyapti. Siroshin kerak emas, sizlar olgansiz. O'shani yo'qolda yurgan qanchalar yo o'zlarining xususiylariga arzon degan mikrokredit. O'sha boshqa bankdagi qimmat foizli kreditlarni yopib beradi. Sizga o'tadi u kredit, ular taklifdan javob oladi. Sizga to'laysiz. Foizi 2 yilga, 3 yilga 28%, 1 yilga 29% yopib beradi. Misol, otlarni aytsak, hidisi aniqlangan ko'p. 50% bergan kredit. O'sha kreditlarni yopib beradi. Bu degani qarshi ulardan foydali chiqadi. Sizga foyda, bizga foydasi bor. Bu narsa